o'zi 12 haftalikgacha 120 dan 180 gacha normada. 12 hafta to'lganligini bilsizlar? Хорошо. Ba'zida homiladorlarda gemoglobinni past bo'lishi, qonni juda quyuq bo'lishi, mana shunaqa bolajonda yurak urishini tez bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu birinchi sabab. Hozir qarang, bolajoningizning yuragi 163 ta. Hozir ham salgina ko'proq. 120 dan 160 gacha уже 16 haftalik homiladada. Undan balandi taxikardiya hisoblanadi. Strashniy holat emas, xavotir olmang. No, bu holatda endi bu srokingizda ko'pincha sizdagi muammo sabab bo'ladi. Bolaning yuragi ehtimoli kamroq. 22 haftada baribir yuragini yana tekshiriladi. Sizda bo'qog'ingiz bo'lsa, bo'qoqdagi gormonal buzilishlar ham bolaga taxikardiya beradi. Chunki o'sha taxikardiya o'zingizda ham bo'ladida. Birinchi sabab o'zingizni tekshirtirish kerak, pulsingizni. Ikkinchisi davlengiz bo'lsa. Bu ham bolaning yuragiga taxikardiya berishi mumkin. Uchinchisi sizda qoningiz quyuq bo'lsa yoki gemoglobiningiz past bo'lsa. Mana bular ham beradi. Oldin masalan bitta sirop berishdi, yaxshi endi nima berishgan bo'lsa, vitamin kompleks bergandir. Ichganingiz bilan bolaning yuragini hozircha normaga tushirmagan. Shuning uchun avval sababini topamiz, umumiy qon analizi topshirasiz, sidik analizi ham topshirasiz, nafsakeslovchi shamollashingiz borligi. Keyin maslahatim bo'qog'ingizni bitta o'zingiz qildirish kerak. Agar shu paytgacha tekshirilmagan bo'lsa, unda muammo topadigan bo'lsak, unda shitavitkani, qalqonsimon bezi gormonlarini tekshirtiriladi. Sizdagi taxikardiyaning sababi bo'qoq bo'lishi mumkin. Ko'pincha homiladorlarda. Endi yurak bilan bormi taxikardiya? Bo'ldi-da, bolani nima qilasizlar siroplar bilan pechib unda. Sizni davolash kerak oldin. Yodamarin ichimlik qilib qarang, faqat yodamarinni o'zi kamlik qilishi mumkin. Когда mamada shitavitka bilan bog'liq gormonal o'zgarishlar bo'lsa, biz yodamarinni beramiz. Sog'lom homiladorlarda hech qanaqa muammosi yo'q. Prosta u to'ldirib turish uchun organizmini. Sizda bo'qoq bilan muammo bo'lsa, oldin gormonini tekshirishingiz kerak. Topshiradigan 3 tagina gormoningiz bor edi. TTga topshirasiz, T4 svobodniy topshirasiz и ATT. Mana shu 3 ta gormon asosan sizni shitavitkangizga, qalqonsimon bezingiz haqida to'liq ma'lumot olishingizga yetadi. O'shalarni topshirib qo'ying, muammo bo'lsa hal qiling, buni yuragi keyin tinchlanadi. Hozir ham yomon emas, xavotir olmang. Qo'rqinchli emas. 163 ham juda yomon emas. Faqat постоянный taxikardiyada tursa, bolajonga qon tomirlariga nagruska beradi bu. Bu yomon holatga keltirib chiqarmaydi. Tezroq charchayish holatini beradi tomirlarga. Shuni tezroq davolashimiz kerak. Mana bu bizani bokovoy holatimiz. Qarang qanaqa chiroyli bolajon, sakrashim bor edi. Endi rasmga olaman dedim. Jinsini kim teshuvdoisi? Mana bu chalarsiz.